kam harakatlik natijasida kelib chiqadi. Keyingisi esa ko'p chekuvchilar va alkogolli spirtli ichimliklar iste'mol qiluvchi bemorlarda ko'p kuzatiladi. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun men sizlar bilan osteoporoz kasalligi haqida gaplashamiz. Osteoporoz kasalligi bu suyak zishligining kamayishi, yo'qolishi, hovak qism paydo bo'lishi bu osteoporoz kasalligi deb ataladi. Osteoporoz kasalligi ko'pincha klimaksdan keyin ayollarda ko'p kuzatiladi, chunki estrogen suyak mustahkamligini qo'llab-quvvatlaydi. Agar estrogen kamaysa, suyaklar zishligi kamayadi, yo'qoladi. Ko'pincha bu kasallik yashirin kasallik deb ataladi. Suyak singuncha sezdirmaydi. Osteoporoz kasalligiga olib keluvchi sabablar bular. Birinchisi vitamin D va kalsiy tanqisligi, ikkinchisi kam harakatlik, 70 yoshdan oshgandan 60-70 yoshdan oshgan odamlarda ko'p uchraydi. Undan tashqari gormonal buzilishlar natijasida kelib chiqadigan kasalliklar sababli. Keyingisi steroid dori moddalari yillar davomida ichib yuradigan bemorlarda kuzatiladi. Kam harakatlik natijasida kelib chiqadi. Keyingisi esa ko'p chekuvchilar va alkogolli spirtli ichimliklar iste'mol qiluvchi bemorlarda ko'p kuzatiladi. Osteoporoz kasalligi ko'pincha qo'l, oyoqlarda kuch kamayishi natijasida va tananing bo'y uzunligining qisman kaltalanishi va bel sohasida bukrulanish, qiychayish natijasida va doimiy bel sohalari, dumg'aza sohalarida og'riqlar bilan kuzatiladi. Agar bu holatlar sizda kuzatiladi bo'lsa, bu osteoporozning ilk belgilari hisoblanadi. Buni qanday aniqlash mumkin? Buni aniqlash uchun desintometriya degan apparat bor. Bu og'riqsiz 15 daqiqada aniqlab beradi. Bu suyakning zishligini, kamayishini yoki ko'pligini yoki o'rta holatdaligi, darajadaligini ko'rsatib beradigan usul hisoblanadi. Desintometriyani kim o'tkazish kerak bo'ladi? 50 yoshdan oshgan barcha ayollar, 60 yoshdan oshgan barcha erkaklar, osteoporoz xavfi yuqori bo'lgan yoshlar tekshiruv o'tkazish kerak bo'ladi. Va steroid gormonlar doimiy iste'mol qilib yurgan bemorlar ham tekshirsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Osteoporozning xavfi yuqori bo'lganda nima kuzatiladi? Albatta suyak sinishlari kuzatiladi. Suyak singandan keyin bitish vaqti uzoq vaqt davom etadi yoki bitmasligi mumkin. Ya'ni soxta bo'g'im paydo bo'lib qolishi mumkin. Shular jumlasiga kiradi. Kalta naysimon suyaklarda yoki yassi, g'ovak suyaklarda, zishligi kam bo'lgan suyaklarda bitish jarayoni kechikadi. Agar katta naysimon suyaklar bo'lsa, osteoporoz kuchli kuzatilgan bo'lsa, u bemorda o'z joyida suyak bitish jarayonidan ko'ra, ya'ni soxta bo'g'im paydo bo'lish jarayoni rivojlanadi va soxta bo'g'im bo'lib qoladi, ya'ni suyak bitmaydi. Shuning uchun osteoporoz kasalligining xavfi yuqori hisoblanadi. Doimiy osteoporoz kasallikdan keyin xavf omillarda juda ko'p holatlarda nogironlikka olib keladi. Osteoporoz kasalligini davolasa bo'ladimi? Albatta davolasa bo'ladi. Osteoporoz kasalligida birinchi o'rinda o'sha kalsiy va vitamin D o'rnini tiklash kerak bo'ladi. Ya'ni qonda umumiy kalsiy va vitamin D tekshiruvlarini o'tkaziladi va uni kamaygan bo'lsa, uni joyiga vitamin D va kalsiy preparatlari va bifosfonat guruhiga kiradigan preparatlar bemorga buyuriladi va o'sha davo kursi tugagandan keyin yana tekshiruvlar olib boriladi. Osteoporoz kasalligini davolash tartibi reabilitatsiyasiga qarab sekin davom ettiriladi. Osteoporoz kasalligi bilan to'liq davolanguncha, ya'ni vitamin D, kalsiylar normallashguncha, desintometriya tekshiruvida zishlik joyiga kelguncha og'ir yuklamalardan bemorni cheklash kerak bo'ladi. Jismoniy mashqlardan cheklash kerak bo'ladi. Bundan tashqari, quyosh nuridan to'g'ridan-to'g'ri vitamin D sintezini amalga oshirish uchun O'zbekiston sharoitida bahor va kuz vaqtlarida ko'proq sayr qilish talab etiladi. Savol kelib tug'iladi, suyak zishligi qachon maksimum darajaga yetadi? Suyak zishligi maksimum darajaga 30 yoshda to'liq maksimum darajaga yetadi va sekin keyin ortga qaytib kamayib boradi. Bu albatta nimaga bog'liq? Bu suyak hujayralarimizdagi osteoblast va osteoklast hujayralarimizga bog'liq. Agar osteoblast hujayralarimiz normada yaxshi bo'lsa, ya'ni ko'proq bo'lsa, suyaklarimiz hosil bo'lib, yangilanib, o'sib, rivojlanib, suyak zishligi mustahkamlanib boraveradi. Agar osteoklast hujayralarimiz kuchayib borsa, suyagimiz mo'rtlashib, osteoporoz jarayonini kuchaytirib boradi. Bu normal holat hisoblanadi. 25-30 yoshgacha osteoblastlar zo'r rivojlanadi, yuqori daraja bo'ladi. Keyinchalik osteoklastlar tenglashib oladi va 45-50 yoshdan keyin osteoklastlar ko'tariladi va odamda bo'y o'sish, kaltalashishi, bel sohalarida og'riq, osteoporozning rivojlanishi kuchayib boradi. Va uning natijasida osteoxondroz, grija, tizzalarimizda, bellarimizda va bo'g'im sohalarimizda artroz, artrit kasalliklari rivojlanib boradi.
Bu kasallikni oldini olish uchun nima qilish kerak? Oqsilga boy bo'lgan, vitamin D, kalsiyga boy bo'lgan oziq-ovqatlarni doimiy ovqat ratsioniga qo'shib borishimiz kerak. Sport bilan shug'ullanishimiz kerak. Yengil harakatlarni ko'proq qilib borishimiz kerak bo'ladi va spirtli ichimliklar, chekuvchi mahsulotlardan cheklanishimiz kerak bo'ladi va ortiqcha tana vaznini yo'qotishimiz kerak bo'ladi. Agar sizga videomiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Agar savollar tug'ilsa, travmatologiya va ortopediyaga bog'liq bo'lgan kommentariyaga yozib qoldiring. To'liq javob berib o'taman.